Cherry Adamastor Samarqand Yangiariqdan xarid qilsangiz, sizni mashinamizga 5 yil garantiya beramiz yokida 150 ming kilometr. Pan narxi 214 million 900. Bu mashinani boshlang'ich 15% to'lab, bunda avtomat korobka bo'ladi. Avtomat korobka, elektronli ruchnik, 420 litr hajmga ega bagaj. Salon qismini ko'rib o'tamiz. Kelinglar. Assalomu alaykum. Sizlar bilan Adamastor Cherry Samarqand Yangiariq. Bugungi obzorimizda Tiggo 2 mashinasi. Tiggo 2 mashinasini ko'rib o'tamiz. Qani ketdik. Tiggo 2 mashinasi 2025-yil sotuvga chiqqan mini crossoverimiz hisoblanadi. Ko'rib o'tishingiz mumkin dizaynini. Yangicha o'zgacha dizayn, kunduzgi yorituvchi chiroqlar, avlisovka bilan bir xil qo'shilib ketgan. Hamda dalniy blejli farlari LED bo'ladi. Pastda ko'rib o'tishingiz mumkin. Mashinamizda yon qismidan 17 razmerli diskalar bilan diskalari ko'rib o'tishingiz mumkin. Ikki xil rangda bo'ladi. Bu yana chiroyli vid dizaynni ko'rsatib o'tadi. Mashinamizning balandligiga kelsak, balandligi ham yetarli darajada. Ya'ni bu mashinasi ko'rib o'tishingiz mumkin, yerdan ancha balandda. Bu nima degani? Oddiy politsiyskidan ham to'g'ri o'tib ketsangiz bemalol tagi tegmaydi. Politsiyskilar ham o'rtacha 15 sm da bo'ladi. Buni balandligi приблизительно 25 sm. Mashinamizning orqa ko'rinishi. Orqadan yangicha dizayn. Splashnoy faralar. Tormoz bossa yonadigan tepadagi farachasi hamda zadniy vid kamera. Orqaga o'rganingizda salon qismida ko'rsatib o'tadi orqani, hamda parktronik datchiklar ham mavjud. Bagaj qismini ko'rib o'tishimiz mumkin. 420 litr hajmga ega bagaj. Kengishgina. Zapaska, ключ, domkrat, hamma narsasi bor. Bu yoqqa propan gaz ham o'rnatishingiz mumkin, tabletka. Mashinamizning salon qismini ko'rib o'tamiz. Kelinglar. Mashinamiz polni kojinli salonga ega hamda oynalar 4 oyna ham knopkada ko'tarilib tushiriladi. Ikkita bokovinkalar ham elektronli bo'lib, mashinani qulflaganingizda yonga qaytadi. Keyin multimedia rul, cruise control, multimediani boshqaradigan funksiyalar, past baland telefon ko'tarish, o'chirish hamda mashinamiz start stopda zavodiy bo'ladi. Mashinada monitor mavjud. Mashinamiz birlik turbo motor hamda avtomat korobka bo'ladi. Avtomat korobka, elektronli ruchnik, avtohold funksiyasi ham mavjud. Mashinamizda polni zimniy paketda bo'ladi, ya'ni rul qiziydi, ikkita oldi o'rindiqlar qiziydi, ikkita bokovinka qiziydi, oldi orqa laboylar ham qiziydi. Mashinamizda qolaversa lyuk ham mavjud. Lyukni ham ko'rib o'tishingiz mumkin. Mashinamiz yangi oilalar uchun ixcham crossover. Ya'ni mashinamizni bemalol xarid qilishingiz mumkin. Mashinamizning tan narxi 214 million 900. Bu mashinani boshlang'ich 15% to'lab 1 yildan 5 yilgacha kreditga xarid qilishingiz mumkin. Qolaversa, bu mashinamizda rassrochka ham mavjud. Rassrochka boshlang'ich 30% dan to'lab 1 yilga yokida 50% to'lab 1,5 yilga hamda 60% dan to'lab 2 yilgacha xarid qilishingiz mumkin. O'z nomingizda bo'ladi mashinamiz. Mashinamizda motor qismini ko'rib o'tishimiz mumkin.
Mashinamizda motori birlik turbo motor bo'lib, 102 ta ot kuchiga ega. Bunda turbina, motor, ABS, konditsioner hamma narsa mavjud. Motorimiz ixcham, shuni hisobiga rasxod ham kam bo'ladi. Ya'ni shahar ichiga 6 ta yoqadi, dalniga 4 tagacha tushadi. Mashinamizga 5 yil garantiya beramiz yokida 150 ming kilometr. Bu mashinamizni bizdan kelib, ya'ni Cherry Adamaster Samarqand Yangiariqdan xarid qilsangiz, sizni bonuslarimiz ham mavjud. Bularni ham qo'lga kiritishingiz mumkin. Sizlarni kutib qolamiz avtosalonimizda. Avtosalonimizning manzilini eslatib o'taman. Manzili Super tomonidan kelishda Qarshi Kuruga yetmasdan Yangi Zapchast bozorida joylashgan. Sizlar bilan Cherry Adamaster Samarqand Yangiariqda sotuv menejeri Shodiyor bo'ldi.